Bek rahmat. Işlagan ishlarimizga, qilgan amallarımizga natija yasaymiz. Kelajakka qarab plan quramiz, niyatlarimizni belgilaymiz. Yangi yilga umidlarimizni, xiyollarimizni yanartamiz. Har vaqt niyatlar ham izlablar. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli yetakchilar, bizning yaqinlashib keluvchi yangi yillar bilan sizning hammangizni traditsiya bo'yicha yil sayin biz 30-dekabr kunini sizning bilan jinoyat o'tgan yilga o'zgan yilga natija yasaymiz. Yangi yilga yangi burchlar qo'yamiz. Bu yilda biz traditsiyadan bir nechta to'ypala olmaymiz. Hamma sizning bilan shu zalni to'ldirib Raspatrib Natsar qo'ygan bu izzat talablarini saqlab, shu zalga jinoyatlik. Bek ko'p rahmat aytasim kelamiz sizga, hurmatli yetakchilar. Руслан переводит будет, ладно? Расилову, нашему уважаемому гостю, так что он по-татарски фактически понимает на сегодняшний день, так что я уже на татарском буду. Bek ko'p rahmat aytasim kelasizga, mana hurmatli yetakchilar, mana zalda o'tirganlar, bari rayonning kelajagini, rayonning yashayishini belgilay turgan yetakchilar, qatalla narsa deydilar, birinchi litsadan zavisi. Xit kolxoz, xit avul yerdagi, xit maktab, xit uyushma предприятие. Mana birinchi litsa, men birgina aytganim yo'q. Yetakchi necha ketib o'zim qo'ya, shundan chiqib har bir yillikda bir ishchanlik qaraysan bo'ladi. Siz bitgan, siz bunda dars bo'lib qolmay. Ikkinchi yetakchi kiylar shunda ostini skaylandiray bir degan o'rshaq yasab qo'ya. Shunga ko'ra u bir qatlovli proses, bir davomli proses. Shunga ko'ra u oddiygina proses tug'il, il ko'lamida da ko'rib turasiz, respublika ko'lamida da, rayon ko'lamida da, kichkina kollektiv ko'lamida da shular. Shunga ko'ra mana shunda o'tirgan shaxslar belgili bizning ishchanligimizni. Men bek rahmatli sizga. Baribir endi почти bir komanda bo'lib to'planib o'tdik biz. Endi aytamiz-ki, bu endi ko'p madarni, shu vaqtda sizning bilan motor etib ishimizni olib boramiz desakda durust bo'la turganlar. Isim-jismini to'g'ri keltirib ketib, respublikamizda eng chiqishida o'zimizning aqtanishdan bo'lganimizga g'ururlanib, o'zimizning tatar bo'lganimizga g'ururlanib, rahatlanib, barliq o'lkalarda motor etib sizning bilan xizmat qilamiz. Shunga ko'ra mening sizga rahmatdan boshqa so'zim yo'q. Da jam avur keldi. Bunday jaldan alamin, aytaman, menda bir necha qutlarim edi, kechada bir necha qutlarga to'g'ri keldi. Uzoq ishlim bitindi. Men ishlagan davrda bunday avur jaldan kelgani yo'q edi. Men xatirlayman, 2007-yildagi uraganlarning to'galarning chiqqanini anda kishilar bilan bayda turdi. Beylosaning kishi umri bilan, kishi salomatligi bilan bayda. Fojiqa deb aytilar ki, hatto endi vaqtanishlarga kelgani bo'lmasa-da butun yer shariga kelgan ofat 40dan ortiq rayondoshlarni yo'qotdik. Halakay son tug'il. Shu shir orqasida deb aytaman. Hatto aytilar kerak, o'quvchilar soni bizning shu darajada yo'qmadi. Shu vaqtda mana shu pandemiya orqasida 40dan ortiq bizning rayondoshimiz bu dunyodan ketdi. U necha oila, necha yaqin kishisi, bolalari, iptashlari Qo'ygash bizlarning albatta qayg'usini o'rtoqlashamiz. Ikkinchi yoqdan kelganda baribir avul xo'jaligi yili bo'laraq bizga begaybat keldi. Men ishlaganda bunday aybat kelgan yilni hali bir xatirlamayman, bor yo'g'ida kelganini. Ikmaga bo'lgan yillar bo'ldi, beyasi bo'lmay turgani. Bu yil ikmaga bor, beyasida bir Allohga shukr. Mana xo'jalik yetakchilar bu yerda o'tira. Ko'sini ombori to'liq bo'lgan kunda 15 mingga, 17 mingga, 18 mingga bu chakkana direkt osqa tushgan kubikda. 12-13 mingga hikmatlarni bugun kelib olalar. Xo'jaliklarning ekonomikasini naqtarishing begaybat yil bo'ldi. Sutkada beyalar tura, bugungida 30 so'm sutning beyasi aytirga kerak. Menda rahmat aytasim kelamna. Yerda o'tirgan xo'jalik yetakchilarni 200 tonna sutga shaqtab biz. Bugungi kunda da o'zlarimga qaraganda boshqa 20 tonna sut biz ko'proq yetishtiramiz xo'jaliklar bilan. Bu sizning xizmat. Biz o kadar investorlar bilan ishlaydigan rayon tug'il betini. Har bir xo'jalikning qo'ygan xizmati natijasida bugun rayon aytganimcha dostoyni bo'lgan o'sha biz endi 200 tonna bugun da topshiramiz. Xo'jaliklar bilan biz endi hali rayonni oldiga yo'llashtiramiz, ham bizga 200 yillik plankasini
hurmalay başlayız diye aytılır kerak. Бұл insan bolsa gadetde 220-223 tonnalab çıgarlar iş sütkö. Şuna göre bu için büyük rahmet. Baş sanlar var, qarab turgan neyin oldu. Da 800-900 baş zanlar plus bilen bitiremiz. 1200 bilen yapız. Onun sayında bu ne var? Şahsi sektorda da plus bizden tırlık. İşin tırlıkka bu kadar tutalım, tırlık bizden halkımızın yaşayışı. Tırlık olmasa, mentim bir şey derdir. Предмет разговора болмаса, сөйләшергә тема булмаса бу көндә. Шуңа күрә тирлек авыл хуҗалык районнарының яшәеше шулай булгач минеңа игътибар итмәй булдыра алмый бу көндә. Хезмәт хаклары гыйлә авыл хуҗалыгында 26 мең сум белән бетерәбез. Хуҗалыклар буенча хәтта инде безнең мөмкинлекләр бар. 2 көндә 21 елда без тагы да күбрәк хезмәт хакынабыз үсеше буенча үзебезгә югарак максатлар куярга кирәк дип мин исәпләймен. Шул вакытта başka ülkelerden alsak da dostойный yolunu bitiremiz. Tüzüşçülerimizge büyük rahmet, büyük kapital sağlığımız yaşlarında bu yılda da akan çatlarımızın sifirler yasalı bitmez. Milyardan artık bulaşağı edilmezden. Sonra itirak kere büyük yollar boyunca var 600 milyondan da kimdi bu yollar boyunca işlendi ki. Yasıyla tanınan şu şamaketlerimizden 600 milyondan. Анатолий Алексеевич, вам большое спасибо. Вас все равно совместно повторяем. Главный подрядчик по дорожному строительству Радик Мунамовна. Вот Радик Кабиков Рахмат, молодец, патриот района. Акча болса да болмаса да yol сала бизге молодец. Bütün объектларны тапшырып өтәдек Аллага. Кишәнәр соңгы объект чалмандан аткарып, иман спорт залына да ачып кайтты. Бик зур не? Sport объекты ул зона өчен рәхәтләнеп анда bütün волейбол ярышларын үткәрергә була. Моңа күрә Авыл башлыкларына ярдәм рәхмәт әйтәсез килә. Бары җирлектәрдә bütün проблеманы сез хәл итәсез. Сез оештырасыз. Менә бу гына чараны алсак та, кайсы җирлек бар менә шулай? Матур итеп бәйрәм итә белгән. Бер җирдә юк. Шәһәрнең мин агыйдәнең чыгып, мин кутладым. Кара милли профессионаллар бу көндән итеп яталар. Шул профессионал алар да үтә. Иртәгә бүген да үтә. Кайдан дени бар ике профессионал дәрәҗәдә үтә торган, шара үтә торган. Менә бүгенге шараның гына карагыз. Аян уш китмәде бит ул. Ул бит сезнең оештырган әйбер. Ярминкә шундый матуран өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Авыл башлар, хуҗалык җитәкчеләр, эшмәкәрләр безнең бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Ул бит үзебезнең әйтәм бит, үзебезнең күңелебезнең үзебез күрмәсәк берәү дә килеп күрмәй иде безнең күңелебезне. Менә матур итеп пока аңлашып итеп бергә булып, матур итеп эшләйбез, барыбер аны халык күреп тора. Та арасында бардыр инде, 100% итеп тә бетереп булмый. Миңа бит килеп тора инде, мин бары доступны кешегә. Нәрсәдер ошап бетмәсәм, момент миңа җибәрер. Менә җибәргәннәр бу. Султанында кайчан су ясайсың инде. Хатта нема карайсың. Так что давай андыйлар бездә бар. Нирәк булырга тиеш. Шуңа күрә сезнең буена хезмәт ул. Социаль эксперимент сәндәйде. Мәгариф өлкәсендә маратка тишкилеп, глобаларны җыеп күрсәтте бит инде безнең. Мәдәният өлкәсе әйтәсендә юк инде. Шуңа күрә спорт, медицина кишәмен тотладым. Җыеп отдать надо должное. Барыбер алар өчен жыл җиңел түгел иде. Ничек кенә булса да, алар ни хезмәт куймаса, без тагы да күбрәк райондашыбызны югалтырыйк. Шуңа күрә гади җыл булмады медицина хезмәткәрләр өчен. Алдагы елларга җиңелрәк булсын иде, булай гына әйткәндә. Мәгариф белән действительно шөгыльләнәбез бит инде кичәгенә генә дә институт, университет директорлары, Рәсәй мәгариф министры вәкилләре булып китте, алга планнар корабыз. Моннан тулы җанлы тормыш белән бүген без районыбызны алып барабыз. Артында сез ятасыз тормыш. Итәкчеләр, 21 ел җитә, ни теләкләр 21 ел әйбәт китсен инде, беренче нашыл ширдән котылга язсын инде. Или вакциналар падып, или үзе бетсен инде, төрле прогнозлар бар, аны берәү дә әйтеп бетерә алмый. Иң мөһиме район халкының сәламәтлеген сакларга 21 елда. Вот төп максат шул. Райондашларыбызны инди формаларын, инди юл белән әйтергә кирәк. Айдаров Кач шул вакытта Луизам биредә катнашабызның. Булар белән берлектә бөтенесен бергә башкарып чыгарга кирәк безгә. Икенче максат бар, һава торышы әйбәт килсен инде. Һава торышы әйбәт килсен,
Jıl sayın begebet gelmeyin, onu oşar gelmesin. 2010 yıl köp. Bundan sayın ağır oldu bari 2010 yılını qaralaq oldu bedin. Olaygan etkende. Şuna göre şu oldu tilagim. Rayon halkının imildigin təqmi eterge bunda bizning hukuk organlari, Ichki ishlar bo'ligi, MCS, prokuratura hozir kelib yeta ol bizdan. Verxovniy sudya berida o'tirabizdan. Baribir rayon boshlig'ining daim birinchi bo'lishi rayon xalqining imilligini ta'min etib mumkin. Shu yoqdan xavf-xatarlar nelar bo'lmasin, rayondoshlarimizni saqlasak mumkin. Hamda 21-yilda zo'rgina choralar qo'yilgan bizning aytganimcha. Avul xo'jaligi bilan birlikda Avuz kengashmasi qo'yilgan bizning o'qituvchilarning Avuz kengashmasi respublika kengashmasi eng zo'r chora bo'lib mumkin-da. Respublikada shulay bo'lish bizlarda motor darajada motor tizletib o'tkarga aylanadi. G'arib xizmatkorlari bilan bo'rish maqsad masalan xayollanan bo'lgan vaqtlanishda davlat tatar teatri bo'ldirib bo'yicha davlat og'idildir ham biyonsam bilan davlat tatar teatri bo'lsa bunday ikki titul qozonlag'ini bor zo'rlay bo'lar edi uchun og'idilbek motor ishlaydi mumkinda vaqtlanishning reklamasini yasay onu tanıdılar bilenler mümkün ki şaşırmaşa kurtardım yinalarını. İkincisinde var bir neçe gün aytsak da mağarif ol bizning kelajagimiz, rayonimizning muhtarlarımızın yazmışı deb aytaman yani. Şuna göre var benim endi mağarif ministri olarak da mana shu sistemani yasab qoldirasim keladi. Mana bolalar bog'chasidan boshlab bizning texnikum hikmaturisi keladi mumkin da средний профессиональный образование qadar o'zimizning tugan tilimizda shu turmush talablariga javob bera turgan sistema yasalgan. Municipальная система образования. Вот shu maqsad. Albatta endi burada doказали, yangi maktab solg'a deymiz, gimnaziyani maqsad, yangi 21-asr maktabini chiqarga endi motor etib radiyona kecha tabayildi ko'paydi. Yanvarda biz yoshlarga tesh, avgustda ochirga tesh yangi maktabni. Birinchi, ikkinchi maktabni bo'shatirga, remontlarga, yasarga, kapital etib yo'qqa. Mana konferensiyani so'rab olmadik, endi shularni ishlari uchun bizani so'radik endi. Shunga ko'ra bizda bizning uchun zo'r maqsad bo'lib turaydi. Endi unda butun yetakchilik kelar, hurmatli avul xo'jaligi, avul boshliqlari, aqtanish degan granitsadan boshlab yo'l qiraydan narsa shashab, qaysi bo'lasidan narsa bo'lar, qaysi avuldan narsa, chistalik, puxtalik, ular butinisini qarab kelaydi. Rahmat sizga qo'ygan xizmatingiz uchun 2020-yilda aytaman, har bir tarmoqda sizning xizmat yumushi bo'lgan. Ham esaning bo'laylik birga bo'laylik. 2021-yilda tag'ida qo'lga tutishib, esaning bo'lib, tag'ida motorlar xizmat yumushlari o'zimning qo'l ostida ishlagan kollektivlardan motor atmosfera to'ldirib, ularning ko'ngilini ko'rib, rayon xalqining yashayishini tag'ida yuqoriroq bosqichga ko'tarib, motor etib, shodlanishib 2022-yillarni da sizlar bilan qarshilab qo'yasiz. Yangi yillar bilan sizlar barbirdar. SS avul ishchiligi boshlig'i Elvira Quronqizi Nasirova. Olg'a javobliligi sheklangan jamiyat yetakchisi Rafiq Mirzaliyev o'g'li G'allamov. Hadi bitti olmadan скромный bitti no. Anın 50 yaşı oldu. 50 yaşı bitti de ya. 50 yaşı, 50 yaşı oldu bitti no. Şimdi şu юбилейinde topşırıldı dikkatler koyulan ya. Скромный no. Buna göre rasat ederiz buna bütün kollegaların anında юбилейim bilen de kutlayımız. Жигил жерлік түгіл, жұма қарамастан сенен пополышкам, жиясына кірнап, сені қызмет, сәлемәлік берсін сеге мотор етушілер келесі. Altanish municipal rayoni boshlig'ining rahmat xati bilan bo'laklanalar. Suv gaz javobliligi sheklangan jamiyat yetakchisi Abug'ali Rafoat o'g'li Shakirov. Telekom javobliligi sheklangan jamiyatining Altanish rayoni elektr energiyasi ishlari yetakchisi Rinat Farid o'g'li Xayir Nasov.
Гостилов.